institutimizning tadqiqotchilaridan Abdurahim Davlat bilan Hukm va reallik nomli programmamizga hoş geldinglar. Biz bugünkü programımızda bizim hayatımızda, iş hareketimizde, düşüncemizde, tuygumuzda hatta bizga munosabatli bütün hareketlerde nəhayət mühim rol oynaydigan bir ufqum haqida to'xtalib o'tamiz. U bo'lsa Uyg'urchaga qimmat ko'z qarashi deb tarjima qilindi. Ya'ni shundoq ishlatamiz. Ammo menga nisbatan qadariyat deyish bakroq muvofiq ko'rinish. Shunga biz balkim programmamiz bo'yicha qadariyat hukmini bakroq ishlatishimiz mumkin. Chunki buni o'zbek qarindoshlaringiz bo'lsin, bularga qadariyat deb ishlatiladi ekan. Chunki qimmat ko'z qarash bu Xitoychadan kelgan deb bilmayman. Ya'ni Jajugan degan gapniki tarjimasi deb bilmayman. Ammo bizniki Uyghur madaniyatida bu qadariyat, qimmat degan hukmlar azaldan beri bor hukmlar. Chunki bizning hayotımızda nəhayət mühim rol oynaydigan bir hukm. Bu qimmat degan, ya'ni qadariyat degan hukmni bir nechta nuqtadan izohlashga bo'ldi. Birinchisi, bir insonninki, bir jamiyatninki, bir ijtimoiy guruhninki, bir millatninki tuyg'ularini, tushanchisini ish harakatiga yetakchilik qilgan go'zallik, to'g'riliq, foydali yoki yaxshilik munosabat o'lchamlar deb ta'birlanadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi bo'lsa, bir shaxs, bir millat yoki bir jamiyatga nisbatan nimaning muhim, nimaning qimmatlik, nimaning ahamiyatlik va nimaning orzu qilinganiga munosabatlik ishonishlarini ko'rsatadi. Yana bir hukm bor, menga nisbatan eng tushunishli hukm deb qarayman. Bu Turkiyada mutafakkur tarixida, yaqinqi zamon mutafakkur tarixida muhim rol o'ynagan bir shaxs va Erol Güngör deb atalgan. Bu shaxs bu Türk tarix, tushuncha ideya tarixida bu yaqinqi zamon tarixida muhim rol o'ynaydi. Buningki bir ta'biri bor. Ya'ni qadariyat degan hukmni izohlagan vaqtda arzu qilinadigan yoki arzu qilinmaydigan narsaga munosabatli e'tiqod deb. Masalan, bir narsani arzu qilamiz, bunga doir e'tiqod yoki ishonish. Yoki arzu qilmaymiz, unga doir ishonish. Buningdan boshqa bu hammamiz ko'pinchamiz bilamiz deb qarayman, bu Turkiyada yashayotganlar. Bu davlat psixolog va hozir rahmat, ya'ni vafot bo'lib ketdi. Doğan Cüceloğlu. Uning asosiy butun kitoblarining mantiqisi shu qadariyatni asos qilib yozgan. Ya'ni qadariyat bir insonning hayotida kompas xarakterlik yoki xarita xarakterlik rol o'ynaydi deydi. Masalan, bir denizga chiqqan bir denizchi, ya'ni kompas qanday bir ehtiyoj tuygan bo'lsa, xaritaga bir insonmi yoki bir millatmi yoki bir ijtimoiy to'plamlikmi hayot musobaqasida shu qadariyatdan iborat, shu kompasga yoki xaritaga yoki qo'llanmaga ehtiyoji bor deydi. Bundan boshqa jamiyatshunoslikda insonning ish harakatini ifodalagan vaqtida bundaq bir xil daraja farqi bor. Ya'ni insonningki harakatninki tushunchasining tuyg'usining eng tagida ishonishlar yotadi deydi. Yoki e'tiqod desak ham bo'ladi. Dal shu e'tiqod yoki ishonish dal masalaninki qadariyat qismini tashkil qiladi. Ikkinchisi tuyg'u. Tuyg'u. O'niki tushunchangiz. Tushunchangizdin keyin harakat. Mushkil shaklda ma'lum deydi. Masalan, biz Abdurahim efendidan nima bu programni qilamiz? Bizning shu programni qilishimizdagi qadariyat zodi nima? Unda bo'lsa, demak, bizning hayotimizda shu programni qilish biz uchun ahamiyatli. Ya'ni shu program orqali bizning bilganlarimizni sizlarga o'rtoqlashish yoki sizlar muhim deb qaraganlarni bizga yetkazsanglar, u haqda bir o'zimizning fikrlarini o'rtoqlashib berish. Demak, bizning hayotimizda bilim biz uchun arzu qilingan yoki biz uchun ahamiyatli bo'lgan-bo'lg'achqa bu programni qilyapmiz. Yoki bunday bir misol bilan tushundiray, bir insonga nisbatan salomatlik intayin muhim. U bir qadariyat, salomatlik. Unda bo'lgandan keyin bu insonga nisbatan salomatlik muhim bo'lganligi uchun salomatlik ziyonli ishlarni qilmaydi. Chunki arzu qilgan narsa salomatlik. Unda u tamok chekmaydi, aroq ichmaydi. Undan boshqa bedeniga ziyon yetkazadigan har qanday yemak-ichmakdan uzoq turdi. Chunki uning nisbatan salomatlik eng chong qadariyat. Ammo o'xshashlar tamok chekadigan yoki yeydigan ishga diqqat qilmaydigan yoki ziyonli narsani iste'mol qilgan nisbatan bo'lsa, salomatlik bir muhim emas uning nisbatan. U muhim bo'lgan uningki boshqa bir narsa. Uning nisbatan balki bir qadariyati bo'lishi mumkin, ammo uning nisbatan salomatlik intayin muhim emas. O'tganda biz deb o'tgan dedik, Uyg'urlarga nisbatan bu ijtimoiy kollektiv xatir intayin muhim deb.
Chunki kollektiv xotira bizni o'zimizni qadr qimmatini, shunaqalar mavjudligimizni, madaniyatimizni sijillashtirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi deb qaradik. Ya'ni biz tariximizni unutib qolmaslik bir qadriyat. Chunki o'zimizga bo'lgan hurmatimiz yoki o'zimizga bo'lgan mavjud bo'lgan ishonchimiz dal bizning qadriyatimiz hisoblanadi. Ya'ni bizga nisbatan unutib qolmaslik bir qadriyat. Shu ahamiyat berganligimiz uchun, orzu qilganligimiz uchun, biz uchun muhim bo'lganligi uchun unutib qolmaymiz bu narsalarni. Agar biz uchun muhim bo'lmagan bo'lsa yoki qadrsiz hisoblansa, biz buni unutib qolamiz. Dal mush nuqtada siz masalanchu, undaqda o'sha kollektiv xotira deymiz yoki biz uchun qimmatlik yoki orzu qilinadigan narsalar orqali yana biz misollar bilan tushuntirib bergan bo'lsangiz. O qadriyat deb tarjima qilinish nihoyat muvofiq bo'libdi deb o'yladim. Chunki burun biz vatanda ba'zi asarlarni tarjima qilgan vaqtda shu xitoychadagi jargon degan shu so'zni qimmat qarash deb tarjima qilgan. Ammo bu qimmat qarash degan so'z bayon degandek birisi tarjima tili, yana birisi shu qadriyat kalimasi ifodalagan. Hatto shu xitoychadagi jargon yoki inglizchadagi value degan so'z ifodalagan ma'noni to'liq o'z ichiga olmaydi, ya'ni chala qoladi. Ya'ni qadrlanishga tegishli bir fazilatlarning jug'lanmasi desakmi nihoyat yaxshi bo'lg'idek deb o'yladim. Endi hozir deganimga o'xshash bir odamning ish harakati garchi tashqi jihatdan boshqa insonlarga ko'ringan tarafi bo'lgan bilan, ammo ish harakatining ostida shu ish harakatni qo'zg'atgan bir qator axloqiy prinsiplar yotadi bir odamning vujudida. Mana shu odamning vujudidagi qadriyatlar sistemasi deyishga bo'ldi. Bu nuqtadan bizning Uyg'urlarning qadriyat sistemasi eng avval islom ustiga barpo qilingan. Chunki islom dini biz e'tiqod qilgan bir din bo'lish bilan bizning yani Uyg'urlarga mukammal bir axloq sistemasini, ya'ni bir qadriyat sistemasini bergan. Yani shularning ichida bugungi kunda men ba'ziligi buni biraz ma'lum bir bosqichda, ma'lum bir alohida tarixiy bosqichda ba'zi qadriyatlar texma gavdalanishi lozim deb qarayman. Masalan deylik, bu qanday gap desa, insonning hayotida bu amal qilishga tegishli, hazırlashga tegishli nurg'un qadriyatlar bor. Ammo inson hayotining o'xshamagan bosqichlarga kirishi bilan shu bosqich talab qilgan ba'zi qadriyatlar yana ba'zisining oldiga chiqadi deb o'ylayman. Masalan deylik, bir shaxsiy nuqtadan aytgan vaqtda agar siz nomratlikdan qutulib boy bo'lgan vaqtingizda sexiylik sizning shu boy vaqtda bakroq gavdalantirishingiz kerak bo'lgan bir qadriyat bo'lishi mumkin. Mesela nomrat vaqtida siz sexiylik qilay deb qilolmaysiz. Ammo siz boy bo'lgandan keyin bu alohida gavdalanishi lozim. Sizning haqiqiy axloq egasi emas ekanligingiz amaliyotda yani shu vaqtdagi ifodalagan qadriyatingizga munosabatli bo'ldi. Endi masalan biz hozir munqariz qilingan bir halokatga yuz tutayotgan yoki Xitoy zulmi ostida qatlamga uchrayotgan bir millat. Bunda bir alohida tarixiy sharoitda Uyg'urlarda yoki bizda yoki menda deb o'zimizdan bir so'raylik. Qanday qadriyatlar muqaddas bo'lishi kerak? Qaysi qadriyatlar bakroq gavdalanishi kerak? Buni nuqtadan aytganda men biroz konkretlashtirib keldi bu masala. Onun için bir qancha narsani aytmayman. Birisi men birinchi tizim keldi bu temin ishlagandan yoqi. Yani erkinlik ruhi. Yani qulluqni rad qilish deyli. Qulluqni rad qilish biz qadrlaydigan qadriyatlarning eng cho'qqisiga chiqishi lozim. Ya'ni amaliyotda biz musulmon bo'lib bilan biz la ilaha illalloh. Yani Allohdan boshqa iloh yo'q degan vaqtda, yani Allohning bizning Rabbimiz ekanligini e'tirof qilgan vaqtda avtomatik holda boshqa bir insonning bizning Rabbimiz yoki bizning xo'jayinimiz bo'lolmaydiganligini tang e'tirof qilgan bo'lamiz. Yoki ularning xo'jayinligini rad qilgan bo'lamiz. Mushunday bir e'tiqodga kelgan odam amaliyotda Xitoyning bizning ustimizdagi bu zolimona hokimiyatini ve bizga huquq yurgizish haqqi bor ekanligini e'tirof qilmagan bo'ldi. Buni tegidan rad qilgan bo'ldi. Bunda o'ylagan vaqtda bir Uyg'urning erkinlikka intilishi
nuqul bir insani ruhil emas, balki diniy mecburiyet, itiqadının birinci talebi olan buldu. İtiqadının birinci talebi olan buldu. Qarmaqqa buna ait addidek ve aqalli ko'ringani bilan endi biz hayotimiz qarab baqsak, hozir mayli vatanning ichidagi, mayli sirtidagi, biz ichidagilarni demaydiganlar, sirtidagi biz nurg'un Uyg'urlarga qarab baqsakmi, bu erkinlik ruhining hozir men ta'kidlagan darajada emas ekanligini. Yana ma'lum darajadagi qulchilikni, qulluqni, insonga bo'lgan qulluqni qabul qilishga tayyor ekanligimizni o'sha yaqinda masalan az to'lama Xitoyning taktikasini o'zgartirish sababidan maydonga kelgan ishni azroq echib qo'yish bilan maydonga kelgan az to'liq bo'shash bizga ko'ringan. Nurg'un kishilarimizda bu erkinlikka intilish degan bir narsaning yo'q ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni chet eldagi bir qadar g'urbatchilikda o'tayotgan erkinlikni vatandagi qulchilikqa tegishishga tayyor nurg'un kishilarning bor ekanligini ko'rsatdi. Demak, biz bu yerda bir musulmonlikning tunji qadami bo'lgan va u bizda bo'lishga tegishli bo'lgan bir erkinlik ruhidan kamchil mahrum ekanligimizni ko'rsatdik. Ba'zida men o'ylayman, agar chet eldagi Uyg'urlar boshqa hech kim bo'lgan taqdirdami, barliq Uyg'urlar ichidan Xitoyning chuqur mag'lub bo'lganligiga, hamini bir kuni Uyg'urlarning o'zining erkinligini, hurligini qo'liga ola oladiganligiga chin qalbidan ishonib bergan bo'lsa, boshqa hech kim bo'lsin. Faqat haqiqiy ishonib bergan bo'lsa, bizning nurg'un ishlarimiz hozirgidan osmon zamin farqli holga kelgan bo'ladi deb o'ylayman. Endi albatta, buningdan boshqa nurg'un biz gavdalantirishimiz kerak bo'lgan qadriyatlar bor. Ammo vaqt e'tibori bilan men faqat shu birini so'zlashni to'g'ri topdim. Qolganini siz to'liqlasangiz, o'rtoqlasak bo'ldi. Evet, bu erkinlik dediniz hem de biz oylayımız devamlı cismani cihetten kurtulsak bakayım. Yani Xitay'daki erkin de oylayımız. Ama aldı bilen bu insandaki işki dünyasındaki maneviyatın başlanılan bir iş boğazka Xitay'nın barlık düşünce cihetten, yaki teknik cihetten veya başka tesir layısı cihetten mi? Kurtulgan vaktimizde andan siz degende o erkinlikten ibaret ak kaderiyetke yakınlaşkan bulunuz. Mesela deyli, ben Türkiye'de turup, hazırlık şarayette. Ma'lum bir qara almoqchi yoki bir ishlarni qilmoqchi. O'zimning qadariyati yoki e'tiqodini taqozosi bo'yicha bir ishni qilmoqchi. Qilmoqchi bo'lgan ishim nihoyat aniq qildi. Chunki Xitoyning zulmga qarshi iborat bunday bir narsa bakallamda. Ammo dal mushuni men qarorni olgan vaqtimda, harakat qilgan vaqtimda, meniki mushu qarorimda agar Uyg'urlarningki burunqi tarixi, mustaqil tarixi yoki mustaqil millat ekanligi shu Sharq Turkiston zaminininki egisi ekanligidan iborat. O reallikni, shu o'tmishni chiqish qilib turib olgan bo'lsam, shunaqa Xitoyninki hozirgi ishg'oliyatni e'tirof qilmagan bo'lsam, demak, men bu yerda erkin harakat qilgan bo'laman. Ya'ni erkinlikdan iborat qadriyatga asosan harakat qilib yo'l olgan bo'laman. Ammo dal men shunday vaqtda yo'q Xitoylar nima deb qolar degan hamonlar, demak, meningki hayotimda yoki qarorimda yoki ish harakatimda erkinlikdan iborat. U qadriyatninki bo'lmaganligini yoki singmaganligini yoki o'zlashmaganligini bir ifodasi hisoblanadi. İnsanlar o'ylaydi, put desa, haykal desa, yani haykal desa illa bir yasagan haykal ko'z oldiga keladi. Ammo bu haykal yasash yoki haykal muhim emas. Ammo bu yerda qarshi chiqayotgan narsa, siz shu haykalni hammaga qodir, shu putni hammaga qodir deb o'ylagan aman, demak sizning zehningizdagizda haykalchilikka cho'qinish boshlangan bo'ldi. Ya'ni shu nuqtadan Xitoyma hamma narsani ko'rib turdi, bizni darhol betaraf o'talaydi yoki bizga ziyon beralaydi degandek narsa bilan Xitoyning iborat narsani eng cho'ng qudrat kuchida ko'rishning o'zila dal putchilikni yoki putparastlikning boshqa bir ifodasi deb qarasak bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu bevosita erkinlikka zid qilgan bir narsa. Men erkinlik ro'yi, erkinlik iborat bu qadriyatdan boshqa men isyon, yani isyondan iborat bir ma'naviy kuchni bir qadriyat kerak deb o'ylayman. Chunki men bir ikkilimiz dal shu ishg'ol qilingan bir Sharq Turkiston zaminida tug'ilib cho'ng bo'ldik. Qarasak bütün siyasi güç, bütün imtiyazlar, bütün sistema, bütün kontrol, bütün nazorat hamma eng ustuli Xitoylarning qo'lida ekan. Shu manzilga shohid bo'ldik biz.
Dal shundaq vaqtida biz o'ylaymiz endi. Bular bilan bizning jiq narsamiz qat'iy o'xshamaydi ekan. Ammo bizga bular hukmronlik qildi ekan. Shundaq bir sharoit ostida biz nima qilishimiz kerak? Demak, yerda bir norozilik qilishimiz kerak ekan. Gerçi biz jismoniy jihatdan norozilik qilmasakmi, avvalan bu ideya jihatdan, ruhiy jihatdan bunga bir isyon qilishimiz kerak ekan. Chunki bizningki dinimiz yoki bizningki burun o'tmishdagi bu parlaq tariximiz shuni taqozo qildi ekan. Degan nuqta kelish kerak deb o'ylayman. Chunki mayli ikki jumuriyatning qurilishi bo'lmasin va yoki Xitoylar Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin bo'lmasin, bizningki shu Xitoyning hokim mutlaqlik siyosiy tuzumida, besimida, nazorat ostida, besim siyosati ostida o'ziningki isyonkorlik ro'yini qadriyati qilib bekitib, nurg'un amaliy ishni qilgan ziyolilarimiz bor. Buni ko'zimizga qo'ymaydi. Ya'ni shu sharoitda Xitoyga bevosita qarshi chiqmasmi, vositali shakllarda o'zining isyonini kitob bilan, maqola bilan, gap so'zlar bilan, ish harakat bilan ifodalagan ahvollar bor. Chunki mustamlika ostida yashagan millat jiq vaqtlarda o'zininki noroziligini, isyonlarini bevosita ifodalolmaydi. U she'r orqali ifodalab boqadi shundami? Maqola orqali ifodalaydi, nasr orqali ifodalaydi yoki boshqa bir yo'llar bilan ifodalaydi. Ya'ni cho'qim ifodalaydi endi. Bu qanday insonlar? Isyon qilgan insonlar. Chunki siz bilib bilmay sizningki taqdiringizni bir hukmron kuch belgilab qo'ygan. Ammo to'xtab unda bo'lmaydi bu. Ham bir inson bo'lish sifatim bilan men nima ish qabul qilmay buni. Menga vakolatan bir hukmron kuch menga vakolatan men yo'limni sizib turdi. Yoki ma yo'lni mangsan deydi yoki bu shunda o'ylaysa biz dinimizni qilsan deydi. Degan narsadan boshlabla isyondan iborat. U qadriyatni agar o'zimizga bir prinsip yoki harakat nizomi qila olsak, balkim o'zimizniki bor bo'lgan yoshirin kuch o'tirib chiqishi mumkin. Bu tabiiy holda o'ynashga boshlagan zaman yoki isyon qilishga boshlagan zaman u tabiiy holda insonning vijdonini qaynatadigan narsa. Chunki vijdon insonlarda bor, ammo ishlatmasangiz vijdonni, u o'lib qolgan narsa. Isyon shu, iroda shu. Bizga berilgan narsa bu. Biz buni ma'lum ish harakatga qarata, ma'lum voqeasiga qarata ishlatmasak, qo'zg'atmasak, u pastlashib qoldi. Shuni demak, sho'g'ini erkinlik bilan inson amaliyotda qo'shilib deb atasak bo'ldi. Mana nisbatan siyosiy nuqtadan va qadriyat degan vaqtida o'sha isyon bilan erkinlik har zaman parallel mangan vaqtida andin biz haqiqiy o'zimizningki izzat obro'yini qo'llagan asosda mavjudligimizni hozirgi sahnada namoyon qila olamiz deb o'ylayman. Siz davomlashtirsangiz bo'ldi masalan. Mesela hozir degandek bir odamda eng avval bir erkinlik ruhi bo'lgan vaqtda bu harakat qiladi. Harakat qilgandan keyin u nurg'un to'solg'ularga uchraydi. Undagi u to'solg'ularni parchalash uchun u bir isyonga ehtiyojli. Amaliyotda Xitoylarning siyosati model bizdeki shu atalmış Turkistondagi shu yashash holatini bizga erkinlik deb ko'rsatdi. Yani bizga erkinlik deb o'rgatdi. Shuni o'zi erkinlik-ku, biz sana erkinlikni berdik-ku deb. Afsuski bir echinishlik yeri nurg'un Uyg'urlar shu sun'iy muhit ichidagi intayin cheklik faoliyat bo'shlig'ini rost erkinlik bo'shu deb qabul qildi. Endi qanday qilamiz endi shunchalik bo'lsa yomon emas-ku degan tarbiya ostida cho'ng qilindik. Halbuki bunday emasdi. Çünkü en avval erkinlikten tug'ilgan bir isyon ruhi bugungi bir Uyg'ur uchun bunun bir diniy aqidasining bir qismiga aylanishi lozim. Bayam deganimdek biz agar seni yaratgan Rabbingni sen mening Rabbim mushu deb e'tirof qilgan bo'lsang, o vaqtda sen boshqa insonlarni sening gardiningga minib oladigan, seni xohlagancha ish qilishga buyuradigan, sening erkinligingni qo'ldan tortib oladigan bo'lgan chog'da hech qisi yo'q demasliging lozim. Sen hech qisi yo'q degan vaqtingda sen o'zingning o'z aqidasiga, o'zingning iymoniga xilof ish qilgan bo'lasan. Bunda deylik, masalan, ayni vaqtda Makka sharoitida Makkadagi musulmonlarga la ilaha illalloh deb bo'lgandan keyin yani tunji tavhid kalimasini aytib bo'lgandan keyin ularga Lat, Uzza degan butlarni chiqib etish emri keldi. Chunki Makkada şu insanlar biladigan ma'budlar şu Lat, Uzza, Manat qatorliq butlar. Endi Uyg'urlarga nisbatan o Lat, Uzza, Manatni chiqib etishning hojati bormi? Yo'q. Chunki Uyg'urlarning Lat, Manat, Uzza degan butlarga cho'qinmaydi.
Bunda da Uygurlarning lat payısı, Uygurlardaki manat payısı de Beijing'de ibaret. Şunu çekip alış gerek. Kalbide şu Xitay Kompartiyası hakimiyetini çekip alış gerek. Kalbiden çıkarıp alış gerek. Şunda boğan çağda okudu. Arap Müslümanlı lat manat uzalarını kanda çıkarırken olsa Xitaylarımı kalbiden Xitay Kompartiyası hakimiyetini şunda çıkarıvetişi onun akidevi talebi. Bu müressesiz narsa emas deb o'ylayman. Yani bu sizga narsaga mas bir narsa bor. Masalan, ben balamga bir Uyg'urcha o'rgatdim. Yaxshi qilyaptiman. Uniki namozim joyida qilyaptiman. Fursat chiqsa bir umriga berib kelyaptiman. Undan keyingi bu siyosiy ishlar hozir bizning ibodatning doirasi bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydigan insonlarga shohid bo'ldik hamda. Belki Shundoq. bular soni oz emas. Mushu hem erkinlik hem isyon iborat. Mushu qadriyatimizni qaragan vaqtimizda demak bu bir masala bor degan gap. Ya'ni sen agar erkinlik yoki isyon, erkinlikni o'ylagan bo'lsang, erkinlik sen uchun haqiqatan bir insonningki qadr qimmatini qo'g'daydigan bir qalqon, bir ruh, bir qadriyat deb o'ylagan bo'lgan bo'lsang, albatta namozdan iborat bu ibodatningki cho'qim bir erkin bir sharoitda bo'lsa, texmi haqiqiy ma'nosi topadiganligi iborat haqiqatni tushunishing kerak edi. Chunki namoz bu yerda nuqul yerga sajda qilish yoki qandaqdir ruku qilish yoki oyat o'qishlar emas. Bu yana men faqat bu yerda Allohdan iborat bir eng mukammal qudratli kuchlar bo'yniga men sajda qilman deganning ma'nosi aynı zamanda bu. Chunki mushundaq bir boshqa bir qudratni inkor qilishdan iborat mushtaq bir namozdan iborat mushtaq bir kuch agar seni erkinlikdan iborat bir qadriyatga yetaklayamasa, boshlayamasa yoki erkinlikniki qimmatini sening hayotingda muhimni his qildiramasa, demak bu yerda bir o'yinish qilish bir masala bor. Bu namoz deganimiz nuqul harakatdan iborat bir narsa emas. Xotirjam qilish masalasi emas bu yerda. Hamma narsani ya'ni ibodatga to'siq qo'yilgan har qanday kuchni inkor qilish masalasi bor bu yerda. Agar unday bo'lsa, demak sen namozingdagi shu sajdangning maqsadini tushunolmabsan degan gap. Sajdangning maqsadini tushunolmabsan degan gap. Endi shu echinishliq yeri bizning hozir jismimiz erkin bo'lsa-mu, ish faoliyatimizni qaramoq erkindek bo'lsak-mu, ammo ruhiy va ma'naviy jihatdan hali ham Xitoyning ko'langisida yashash, Xitoyning ko'langisidan qutulolmaslik, bu haqiqatan biz motam tutishga tegishli bir fojia. Şonlaşqa biz erkinlikimizni qo'lga keltirolmaymiz. Onundan başqa bu erkinlik degan qadriyatni bir tushundigan vaqtida falsafachilar bu erkinlik degan hukm salbiy ma'nosi bor hukmchi yoki nima degan gap desa, erkinlik manda narsa emas. Erkinlik inson xohlamagan bir narsani qilishga majburlanmaslik. Bu dal hukmninki manfiy tarafga xususiyatga ekanligini ifodalaydi. Masalan, men Sharqi Turkistonda men Xitoylar majburlagan narsani qilmaslik erkinligim bo'lishi kerak. Masalan deylik. Yoki partiya Xitoy partiya ideologiyasini o'rganmaslik yoki rad qilish erkinligim bo'lishi kerak. Va yoki menga sizib bergan bu ma'rifdagi mazmunlar yoki tekstda Xitoylarning qahramonlari buni o'rganmaslikdan iborat bir erkinligim bo'lishi kerak. Yoki men xohlamagan ishni qilishga majburlanmasligim kerak. Erkinlikniki hukmni bilan mushtaq ta'birlaydi. Demak, biz dal u yerda Xitoylarningki, ya'ni biz qilishni xohlagan, cheklab biz qilmaslikni xohlamagan narsalarga majburlashning o'zida amaliyotda biz uchun erkinlikdan iborat. Shu bir qadriyatniki nayt muhimligini ifodalaydigan bir funksiyaga ekanligini tushunsak bo'ladi. Masalan, bu qadriyat deganiki hem ijtimoiy, hem siyosiy, hem iqtisodiy, hem ma'naviy nurg'un funksiyalar bor. Masalan, ijtimoiy nuqtadan qarab degan vaqtida shu qadriyat bir shaxsga yoki bir millatga yoki bir ijtimoiy guruhga yoki bir kollektivga g'oya, maqsad shundaqla bir yo'l bekitib berish xususiyatiga. Bu intayin muhim. Bir qadriyati sog'lom bo'lgan bir shaxs deydi, uningki g'oyasi aniq bo'lib ketgan bo'ldi. Bunda odam qayg'u qilib qolmaydi. Asalash qayg'u qilib qolmaydi. Bu chunki qadriyati nimani taqozo qilsa, g'oyasidan tang ma'nolaydi bu. Shunga unda
Bizim bu şekilde taraqqiy qildirishga kirishadi. Masalan, bir Uyg'urniki qadariyati, g'oyasi erkinlik bo'lgan bo'lib qolsa, demak, sen ish harakatini mushuni qarta olib berishing kerak. Ya'ni sen erkinlik uchun o'zingni taraqqiy qildirishing kerak, tushunarmi? Erkinlik uchun sen cho'qim bir jiq narsani o'rganishing kerak. O'rganishimiz kerak. O'zimizni ishiga olib turaylik. Erkinlik uchun yetkazadigan, erkinlik yetkazadigan barliq vositalarni o'ylanib, shu bo'yicha agar shu yo'ldan chiqib ketmay manga olsak, andan biz qadriyatimizning taqozosi bo'yicha harakat qilgan bo'lamiz. Bu birinchi xususiyati, funksiyon. Ikkinchi funksiyoni bo'lsa, ya'ni bizningki bir insonning shaxsiy va ijtimoiy harakatlarininki asosi. Biraz burundan yaxshi tushuntirib o'tgan bo'ldik. Uchinchi bo'lsa, bizningki hammadan muhimi bizga bir Uyg'ur millati bo'lish bilan bizni bir o'rtaq qadriyatlar asosida birga olib kelgan cho'ng bir kuchga ega. Mesela erkinlik da aşk kaderiyatninki etrafı qancha Uyg'ur birlashalaydi. Yani agar ash erkinlikni bir ash qadariyat bizim bütün ko'p qism Uyg'urlarninki chet eldiki hayot mizoniga aylanib ketadigan bo'lsa, biz tabiiy holda birga kelaveramiz. Shunga diqqat qilgan bo'lsangiz, chet elda bizning bu qadariyatlarimiz sal ojiz deb o'ylayman endi. O'rtaq bir qadariyat atrofiga kelmaganligimiz uchun shu bu yerdagi o'tirik ixtilof, keskin ixtiloflar. Ondan keyingi qutblashish, bir-birini xoin deb bilishdan iborat bu narsalar tabiiy olib kelib chiqadi. Agar biz shu kunning atrofiga, shu qadriyatning atrofiga markazlashtirsak, mayli Avstraliyada bo'laylik, yoki Kanadada bo'laylik, yoki Turkiyada bo'laylik, O'rta Osiyoda bo'laylik, tabiiy holda shaga biz kelalaymiz. Shu bir qadriyat bizim birga olib kelalaydi. Chunki ben kollektiv bu inoqlikniki, birlikniki, kuchninki birga olib kelishdan shu qadriyatdan iborat shu hukmning nayt muhimligiga ishonaman. Balkim bu qaysi hukm, qaysi bir qadriyat bizni birga olib kelalaydi. Erkinlikmi yoki isyonmi yoki boshqa bir hukmmi? Bu to'g'risida bir narsa demoqchi. Bu vaqtda ham o'ylanishimiz, ham izlanishimiz lozim. Bir mazlum millat hozirlashga tegishli eng zarur bo'lmasa qat'iy bo'lmaydigan bir qadriyatlar sistemasini o'ttirib qo'yish bilan muhim bir xizmat degan. Chunki bayan bir muhim alohidligini so'zlaymiz. Qadriyat bir insonni tashabbuskor harakat qilishga odatlantirdi. Ya'ni har doim tashqi besim sababidan, tashqi g'idiqlashlar bilan harakatlanadigan emas, balki o'z ichidan kelgan qadriyatning taqozosi bo'yicha harakat qiladigan bo'ldi. Bu amaliyotda intayin muhim bir ish. Chunki nurg'unlarimiz tashqi besim sababidan harakat qilamiz. Bu qanday oqibat keltirib chiqardi? O tashqi besim yo'qolgan vaqtda siz avtomatik holda harakatingizni to'xtab qolasiz. Agar sizni bu yo'lga mang'izgan narsa ichingizdan kelgan, o'zingiz to'g'ri deb qaragan o'sha qadriyatlaringiz bo'lgan vaqtda, siz o vaqtda bir tashqi kuchning ilhomlantirishiga, har vaqt sizga o'qil silib, sizni bir ruhlantirishga muhtoj emas. Sizning qadriyatingiz va ichingizdan kelgan shu prinsiplar har vaqt sizni o'zingizning yo'lida mustahkam, harmay talmay mağuza alaydı. Bu ameliyatda yana bir erkinlik yaptı. Siz bir xulasa yutay. Gel deganimizda qadriyat amaliyotda insonninki o'zi belgilagan hayot o'lchami bilan mengishga yoki turtki bo'lgan bir kompas yoki bir xarita yoki yo'l boshlovchi degan ma'ni kasb tamom bo'ldi. Ya'ni biz bir Uyg'ur yoki Sharq Turkiston o'zimizdan biz orzu qilgan qadriyat bo'lib qolsa, qadriyat, mustaqillik yoki erkinlik. Ama biz arzu qilmaydigan bir narsa bo'lib qolsa, arzu qilmaydigan ya hozirgidek mustamlikini qabul qilamiz va mushakilda mangamiz va oxirgi hisobda beshimizga kirganni kutishga majburmiz. Degan xulosa kelsak bu deb tamom o'ylayman. Ya'ni qisqasi qadriyat arzu qiladigan yoki arzu qilmaydigan narsaga munosabatlik ishonishlar, hayot o'lchamlar, e'tiqod shakllari desak tamoman bo'ldi. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmani shu yerda oxirlashtiramiz. Keyingi hafta programmamizda qadriyatninki nurg'un turlari va hukmlari bor. Biz shu 5 hukm atrofida tushuncha berishga, she'rlashga tirishimiz. Hammalarga ko'p rahmat. Kelar hafta programmamizda ko'rishaylik.